Bugun bolajonlarimiz kamol topishi, o'qib o'rganishi uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Zamonaviy ilm maskanlari tashkil etilib, xorijiy tillarni o'rganishlari uchun sharoitlar yaratilmoqda. Biroq oramizda ana shu imkoniyatlardan foydalanish o'rniga farzandlari taqdirini tayinsiz odamlar qo'liga topshirib qo'yayotganlar ham uchrayotgani achinarli hol. Huquq-tartibot idoralari tomonidan Namangan shahar Sihatgoh mahalla fuqarolar yig'ini Chamanzor ko'chasida doimiy ro'yxatda turuvchi 1994-yilda tug'ilgan shaxs voyaga yetmagan yoshlarga noqonuniy diniy ta'lim berayotgani aniqlandi. U joriy yilning iyun oyidan boshlab har oyga 300 AQSh dollaridan ijaraga olingan xonadonda hujra tashkil qilib, Namangan shahri va viloyatning turli tumanlarida yashovchi 23 nafar voyaga yetmagan bolalarga noqonuniy ravishda diniy ta'lim berib kelgan. O'zi ijtimoiy tarmoqlardagi noma'lum saytlardan mustaqil ravishda diniy tushunchalarni o'rgangan, lekin hech qanday diniy ma'lumotga ega bo'lmagan holda noqonuniy tarzda faoliyat olib borgan. Mazkur hujrada diniy ta'lim olayotgan bolalarning 10 nafari 7 yoshgacha, 13 nafari 7 yoshdan katta bo'lib, joriy yilda umuman maktablardagi darslarga qatnashmaganligi ma'lum bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, o'qituvchilari yoki maktab ma'muriyati tomonidan ularni darslarga qaytarish bo'yicha chora-tadbirlar belgilanmagan. Achinarlisi, bolalardan biri Davlatobod tumani Orzu mahallasida yashovchi fuqaroning o'g'li 5-sinfda o'qishi lozim bo'lsa-da, hozirgi vaqtga qadar umuman maktabga bormagan. U bilan suhbat o'tkazilganda maktab va u yerdagi darslar to'g'risida tushunchaga ega emasligini aytgan. Aksincha, u diniy ta'lim olish kerakligini, dunyoviy ta'lim olish kerak emasligi haqida fikrlar bildirgan. Vaholanki, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida umumiy o'rta ta'lim majburiydir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir deb yozib qo'yilgan. Maktab yoshidagi bolalarning ota-onalari maktab ma'muriyati bilan o'zaro kelishgan holda ularni mavjud elektron tizimdan nazoratdan chiqarib yuborishgan. Eng yomoni, farzandlarini darslarga bormaganliklarini yashirish maqsadida o'qish joylari tez-tez o'zgartirib kelingan. Mazkur hujrada saboq oluvchi bolalar orasidan 6 nafarining ota-onalari tomonidan o'g'illarining hujjatlari hech qaysi ta'lim muassasalariga topshirilmagan bo'lib, ular maktab darsliklari to'g'risida umuman tushunchaga ega emaslar. Bolalarning hujrada tahsil olishiga sharoit yaratib bergan maktab rahbarlari va o'qituvchilari faoliyatini ham umuman oqlab bo'lmaydi. Ularning bu qilmishlari Jinoyat kodeksining 228-moddasiga ko'ra javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin va ular qonun oldida bu mas'uliyatsizliklari uchun javob beradilar. Hozirda diniy ta'lim bergan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bolalarning ota-onalari 47-modda asosida ma'muriy javobgarlikka tortildi. Hali hayot tushunchasiga ega bo'lmagan murg'ak go'daklarga diniy saboq berib, dunyoviy bilim olishlariga to'sqinlik qilayotgan ota-onalar ertaga farzandlari yot g'oyalar ta'siriga tushib qolishidan, o'zi mukammal diniy bilimga ega bo'lmagan chalamulla qo'liga dilbandlari taqdirini topshirishdan qo'rqishmadimikan? Bugun o'sib kelayotgan navnihol bolajonlar taqdiriga befarq bo'lmaylik. Ularning barcha bolalar kabi bilim olishi, kasb-hunar egallashi va bolalik gashtini surishiga to'sqinlik qilish ham jinoyat ekanini unutmaylik.